الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Hurmatli saboqdoshlar, biz bugun Ali Imron surasining 191 oyatiga keldik. Ilgirki oyatda 190-oyatda Alloh subhanahu va taolo osmon zaminning yoritilishida, kecha kunduzning almishida aql egilari uchun ibrat va degandi. Bugungi darsimizda shu aql egalari deb ta'riflangan kishilarningki sifati haqida, qanday kishilar bu haqida so'zlaymiz. Astag'firu billah. Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. Yani bu kishilar deydi. Aql egalari, ulul albob deb ta'riflangan bu kishilar her holatda Qur'onning hozir ishlatgan ifodasi tug'an, o'ttag'an, yotgan holatlarida Allohni eslaydi, unutmaydi. Va osmon zaminning yaratilishi haqida fikr yurgizadi. Va shunda bir xulosaga keladi-ki, va shunda deydi-ki, Robbana ma xalaqta hada batila. Ey Robbimiz, sen buni bekaga yaratmading. Bizni sen pok tursan, bizni do'zax azobidan saqlab qol. Yani bu yerdeki Rabbana bu adamın bildirdiğin ifadesini Allah subhanahu wa ta'ala ulul albabından bildirdiği ifadesini xulosalab deydi. Bula Rabbana ma xalaqta hada batila degan yakunga keladi deydi. Yani bu yakun insanın kallasida Allah haq deb tunugan vaqtida. Yani bir iloh bor degan uqumga kelgan vaqtida. Osmon zaminni haq şekilde yarattı. Haq degani sistemlar bekam bihuda o'zicha şekilde emas. Osmon zaminning prinsip, qoida, qonuniyatlarini haqiqiy bir şekilde o'rinlashtirdi. Anda o'gandan keyin mening hayotimmi shu prinsip ichidagi bir hayot. Men o'zligidan paydo bo'lib qolgan bir maxluq emas. Yoki yashaplam, mendan ketadigan bir maxluq emas. Etrafındaki her narsaningki birdan hikmeti var ve urullaştırılışı var ve başlanışı var ve ahirlanışı var. Unda olgandan keyin Allah subhanahu wa taala bu şekilde yaratgan bu nimetlerini men layık ravishda qarshi elishim kerak. Layık ravishda topshirib elishim kerak. Layık ravishda muomala qilishim kerak. Layık ravishda javob qaytarishim kerak. Agar aksi taqdirda uning haqqini bermaganimda hamma ish bekor bo'lib o'tmaydi. Cho'qim buning savol so'rg'iladi va cho'qim buning menga vabolidir deydigan bir tuyg'u va ifoda va amaliy buningga qarata bir inkos amaliy harakat bularning ish izlarida, yurishtirishlarida, so'zlarida, qalblarida paydo bo'ladi. Mana bu ilgirki oyatdagi ulul alboblarning nimasi sifati. Banu İsrail'da mında bir hikoya var. Hikoyaningki sahihlik darajasi qanchalik buni pek aniq bilmayman, ammo mında bir hikoya var. Anlab qo'ysak hech ziyni yo'q. İsa alayhissalatu vassalamdan ilgari mu'min, haqiqiy sodiq mu'min Allohga 30 yil ibodat qilsa, mangsi ustida bulut soy tashlab turadigan bir darajaga yetamish. Kishilar birovning ustida bulutning soy tashlag'ini ko'rsa, ma odam Allohga ixlos bilan 30 yil ibodat qilgan odam ekan deb qana qildi ekan, tunuydi ekan. Birisi 30 yil ibodat qilibdi ixlos bilan o'zicha, ammo bulutni ko'rmabdi. Shuning bilan onasiga shikoyat qilib debdiki, "Mashta 30 yil ibodat qildim, ama bulutni görmedim." Anası, sen belki bir işte hatalık o'tkazmading. Sen bir qatim osmonga qarab tafakkur qilmagan ahvoling vaqtda belki bo'lishi mumkin. Shu yerda belki buning sababi. Ham bu haqda dedim bayatın az ilgari dedim, bu hikoyaning sahihlik darajasi, rastlik darajasi qanchalik olsun, bizning bu yerda ifodalanmoqchi bo'lgan nuqtamiz nima desanglar?
İnsan etrafiga qarab tefekkür qilishi kerak. Agar inson etrafiga qarab tefekkür qilmay, normal yaşasa başqa 4 putluk yoki 2 putluk hayvonlardan farqi hech bo'lmaydi insonningki. Insonning inson bo'lish bir farqi boshqa hayvonlardan o'ylanish, tefekkür qilish, atrofidagi har bir narsaningki behuda bekor bo'lib qolmaganligini tushunish. Ali radhiyallohu anhudan manda bir rivoyat bor. Rasululloh kechasi uyg'onsa misvak selib osmonga qaraydi deydigan bir rivoyatlar bor. Demak, osmonga qarash, zaminga qarash, bu osmon zamin o'ziga olgan barliq taraflarga qarash. Bunaqaqa tarafga qarash shuna qarab qo'yish emas, chunki atrofda nurg'un narsalar bor. Aqallisi osmonning to'riksiz yaratilishi, zaminning bizni ko'tarib turgan muqimligi, ya'ni qarorsiz ahvol yo'q. İnsanın yaşayacağı intayin mas bir tarafları var. Kişi keçileri şunda asmanga qarab oңдысыгы yatqını da көзüge kök asman ve cimrilap turgan yulduzlar. Bugün günde yulduzlarning nima ekanligi kamilonga aydın qolmadi. Texmi olmadi. Bizlar anasini bilgandiki yulduzlar ko'zimizga ko'ringan bir bunda paqraq bir yulduz olmasdan, yani biz burun kishilar o'ylagandek, uning bir planet ekanligi. Agar shu nuqtadan o'ylasak, biz yashayotgan yer shariga o'xshash va buningdan cho'ng, buningdan necha hassa cho'ng, sanoqsiz bunda necha millionlagan planetlarningki bu osmon bo'shlig'iga o'rinlashtirilganligi. Qatorliq bu masalalarni kalasqadan birdan o'tkazib, o'zimiz yashayotgan bu zaminninki naqadar bizga muvofiq shaklda o'rinlashtirilganligi. Bu taraflarni o'ylagandan keyin kishi agar haqiqiy insofli kishi bo'lib qolsa, hatto musulmon bo'lmagan taqdirdami, qanotini shikiladi desa, cho'qqum bu ishlar bekor emas. Buning bir orqa o'rinlashtiruvchi kuchi bor degan tunish qiladi. Agar mu'min musulmon bo'lsa, am bu tafakkurdan keyin Alloh, men sening Rob, Xoliq ekanligingga guvohlik beraman, meni kechir deydigan bir holatga yetib keladi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shunda tafakkur qilgan insonni qanday qiladi? Kechiradi. Sirat kitoblari Rasulullohning manda bir voqealigini hikoya qiladi. Qanday biroz uzun voqealik. Rasululloh bir kunisi Aisha radhiyallohu anhaning uyiga keldi. Shu kun Aisha radhiyallohu anhaningki navbat kunisi shu uyda qunadigan kun edi. Aisha radhiyallohu anha Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuga bu voqealikni bayon qilib deydi. Rasululloh qashimda uxladi, nihoyat yaqin uxladi. Yaqin. Ondan keyin dediki Aisha bugun kecha Robbimga ibodat qilishga men izni beramsiz deb so'radi. Endi bu yerda biz gerçi asosiy ifodalamoqchi bo'lgan masala boshqa, ammo voqealik jarayonida ba'zi bir munosabatlik, ya'ni deyishga tegishlik ba'zi go'zal nuqtalar bo'lib qolsa, deb qo'yib mangamiz hamda temadan chetnaganda ko'p qolmasin. Mushu vaqtda Aisha radhiyallohu anhaning bildirgan ifodasi haqiqatan kishiga ta'sir qiladi. Unda Rasululloh bilan Aisha radhiyallohu anhaning yosh farqi favqulodda cho'ng. Buni o'ylan bilamiz. Darhallam Rasulullohga, "Habibti Rasululloh" degandek bir ifoda bildirmadi. Nima dedi Aisha radhiyallohu anha? "Men sizlarga mashta yaqin turishni yaxshi ko'raman. Va sizning xohishlariga, ya'ni sizning xohlagan istaklariga buni yaxshi ko'raman. Endi demakchi o'g'ini sizdan aralig'im yo'q, ammo men sizga izni beray" degan ma'noni nihoyat bir go'zal bir shaklda ifodaladi. Ayollarninki birisi-birisiga bo'lgan nimasi ma'vo bir o'rniki, eriga qanday javob qaytarishning bir o'rniki. Qattiq go'zal javob. Bo'pti Rasululloh, bizning ifodamiz bo'pti, qo'psizlar degan ifoda emas. Men sizdan ayrilishni xohlamayman. Sizlar yaqin turishni yaxshi ko'raman deb bo'lib, endi sizning istaklaringizni yaxshi ko'raman. Tamam, qizlar. Ya'ni bu yerda o'zining muhabbatini, ayrılıqsı yo'qligini bir ifodaladi. Undan keyin Rasulullohninki qilmoqchi bo'lgan ishiga nimada izni berdi. Bu bir dars bo'lsa bizga, ayollarga nisbatan bir dars bo'lsa, Rasulullohninki Aisha radhiyallohu anhadan izni so'g'anlikning o'zi yana bir dars. Er kishi ayoliga qanday muomala qiladi, oilasiga qanday muomala qiladi.
Rasulullah oyun tamaşa üçün qopmavadıdı. Rasulullah quruq parang üçün qopmavadıdı. Rasulullah Allah'a ibadet qilish üçün qopmavadıdı. Şunda olsa-mı, farzdan boshqa ibodatlarda er kishining oilasiga o'tashga tegishli bir haq, huquqlarga loyiq bo'lgandan keyin qilish kerak. Agar ahlidan izni elib, ahli izni urib qolsa, u vaqtda bo'ladi. Aynı talab ayoldan mı talab qilinadi, erdan talab qilinadi. Rasulullah'ın izni soğanı erdan talab qilingan nafli ibodatlarda oilasining ayollarının haq, huquqiga rioya qilgan asosda qilishning talabi bo'lsa, erlardan talab qilingan. Ayşe radhiyallohu anha Allah subhanahu wa ta'ala ayollardan bu nafli ibodatlarda, farz ibodatlarda, boshqa nafli ibodatlarda eridan izn so'rash haqida ta'limotlar bor. Buni talab qiladi Alloh ayollardan. Ro'za tutmoqchi bo'lsa, nafli ro'za eridan so'raydi. İzni verse, ro'za tutib bo'lmasa, ro'za tutmaydi. Nafli namoz o'qimoqchi bo'lsa shu. Rasulullah xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli. Eng yaxshi odam kim u? Oilasiga yaxshilik qilganlar. Chunki er kishi ayol kishiga yaqinlashdi degan gap, ayol kishini insoniy talpinishlarini qondirdi degan gap. Ayolmi o'xshash. Endi ayol erga ajratadigan vaqtini ammo o'zi ishlatmoqchi bo'lsa, yoki er kishi ayoliga ajratadigan vaqtini ishlatmoqchi bo'lsa, cho'qqum qarshi tarafdan nima so'rash kerak? Izn so'rash kerak. Bo'libmi ko'p oilalik ailelarda mesela köp ayollik erlar bo'lib qolsa, bu texmi shunda bo'ladi. Chunki bugun bir ayolidan izni, ma'lum bir sababdan izni so'g'ini ayoliga nisbatan bir xil o'zining so'p qolganlik ifodasini bilib qo'ymasligi uchun bu nuqtalarda alohida qana qilish kerak, diqqat qilish kerak. Bir ayol Umar radhiyallohu anhuning qishiga eridan shikoyat qilib bordi. Şikayetning umum mazmuni nima desanglar, eri yaqin kelmaydi ekan. Shu vaqtda Umar radhiyallohu anhu bilan bir nayt bilimlik ulug' sahobadan birisi qishlab batdi. Umar radhiyallohu anhu sen bu ayolga fatvo ver dedi. Haliqi sahabi eriga manda bir şekilde nasihat qildi yani. Faraz qilayli. Sening 4 ayoling var deyli. Her ayolunga 3 kundan keyin bir oilasiga shu uyda qunashqa bir navbat keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar turib Allohga ibodat qilish uchun Aisha radhiyallohu anhadan izni so'g'aydi. So'diki buning o'zi bir dars degan shaklda bir minbadi uningga fatvo bergan bir voqelik bor. Yani bu bizga nisbatan, erlarga nisbatan ajoyib bir dars. Ailesiga qanday muomala qilish, ayollarning bir xil talpinishlarini qandirish, haq huquqini qana qilish, ado qilish. Endi biz bu nuqtaga kelgan vaqtda atrofimizdagi bir bilik kishilarni tilg'alashga majbur. Na ibodat emas, yaxshi ishlar emas, normal o'yin tomosha yoki quruq parang do'stlar bilan ko'cha aylanish va yoki boshqa o'ltirib qopushish degandek odatdagi ishlar uchun kunlab oilasini, bolalarini tashlab qo'ydigan, bir qahvaxonalarda choy ichib o'ltirish uchun oilasi bolalarining haq-huquqini ado qilmaydigan, oilasiga ko'ngil bo'lmaydigan bir ahvollar atrofimizda samandak. Bu oila tuzilmasini, oila rad tartibini buzudi bu. Bu şekilde aile güzel bir şekilde mangmaydı demdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir yerde Ayşe radıyallahu anh'dan izni sordu. Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah'a izni verdi. Biz anladığımızda güzel bir şekilde izni verdi. Şu vakalikini bayan kılıp Ayşe radıyallahu anh'a deydi. Resulullah turup tarat elip tulumdan kaşkırıp. Ondan keyin yığılap ketdi deydi. Ondan keyin okudu, yığılap ketdi. Allah'a hamd ve sanalarını etti, yığılap ketdi. Hatta yığılıp ketdi. Ondan keyin Bilal radıyallahu anh'a geldi. Dedi ki ya Resulullah, bamdat namaz vakti oldu. Resulullah'ın yığılap atkanını köydü. Dedi ki ya Resulullah, Allah sizin bütün günahlarını, ilgili bütün günahlarını mağfiret kılan bir peygamber turup, ne için yığılaylar?
Rasululloh shu vaqtda afala akun abdan shakura. Men shukr qiluvchi banda bo'lmamdimi? Ey Bilal, bu kechida ma oyat tushdi deb kelib, vaqalikning asosli ifodalanmoqchi nuqtasi shu. Rasulullohning kechisidagi shu ibodati yoki tafakkuri nima bilan birlashib keldi desa, bu oyatning tushishi bilan birlashib keldiki, biz bu oyatni o'qigan oyat ilgirki darsdagi Al-Imronning 190-oyatdan ta Al-Imron surasi tugagan 200-oyatga qadar, ya'ni inna fi xalqis samawati wal ard va ixtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab degan yadin ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu wattaqulloha la'allakum tuflihun deb Al-Imron tugagangacha ma oyat tushdi deb. Undan keyin Rasululloh shu gapni deb bo'lib, ma gapni qo'shaqliq yana. Bu oyatlarni o'qib, shu ahvollarda tafakkur, yoki shu oyatlarda tafakkur qilmagan kishi holiga voy. Bu oyatlarni eg'iziga elib, ta'ammul qilmagan kishining holiga voy. Rasululloh ma shaklda xulosaladi. Mana bu biz oldingi darsda va bu darsda o'qiyotgan 190-oyatdan ta 200-oyatgacha bo'lgan 10 oyat haqida Rasulullohdan kelgan oyatning tushish haqidagi va oyatning fazilatlari, oyatning bizdan talab qilayotgan talabi haqidagi mazmunlar qarindoshlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo biz ko'rib turyapmiz, aql egilaridan talab qilayotgan. Hamda taxmin aniqroq desak, bizdan mu'minlardan, Alloh ishongan mu'minlardan talab qilayotgani o'ltirgan, yotgan har holatlarimizda Alloh subhanahu va taoloni aslash, esidan chiqarmaslik, kalladan chiqarmaslik. Ba'zi mufassirlar Allohni aslash degan uqumdan bu oyatdagi namoz uqumini oladi. Bu yerdagi maqsad namoz deydi. Ya'ni namozning qiyomlari va o'ltirgan holatlari va sajda holatlari va mushu deb ifodalaydi. Ammo biz Qur'onning umumiy ahvollariga nazar tashlaganimizda, zikri va namoz haqidagi bayonlarga nazar tashlaganimizda, sura Niso'ning 103-oyatda bunda bir ahvolni ko'ramiz. Bunda bir oyatni. 102-oyatda sura Niso'ning xavf namozda bir namoz va bunda jiddiy urush, jang, qo'rqinch vaqtlarda o'qiydigan shu namozning ahvollarini bayon qilib bo'lib, oxirisida nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Fa iza qadaytumus-salat fazkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. O'xshash siga. Namozni o'qib bo'lsanglar, tug'an, o'ttag'an, yotgan holatlaringlarda Allohni aslanglar deyotdi. Qaranglar, namozdan boshqa ifodalar deyotdi. Namozni o'qib bo'lsanglar, tug'an, o'ttag'an, yotgan holatda Allohni aslanglar. Ya'ni bu shu demakki, Allohni aslash namoz bilan bog'langan bir shaklda bizning ustimizda bunda muayyan kunda man chiqdim anda emas. Muayyan 5 vaqt namoz o'qish farz qilinmasmi? Umumiy jihatdan bizning ustimizga qilingan bir farz. Bu yerda namozdan kelmam keldi sura Niso'da. Ammo bizning bugungi darsimizda allazina yezkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim degan oyatning siyg'isi shakli o'xshash. Tug'an, o'ttag'an, yotgan. Ya'ni namoz vaqtlarida, namozdan keyin va har holatda Alloh subhanahu va taolo haqida tafakkur, ya'ni o'ylanish kerak, Allohni aslash kerak, osmon zaminning yaratilishi haqida qanaqa qilish kerak, o'ylanish kerak va oxirisida shu itirofga kelish kerakki, bu atrofidagi bu sistem, bu osmon, bu zamin, bu hayot unda bika-bikaga o'zligini yaratilib qolmaganlik tunishiga kelish kerak. Va shunda bir tunish kerakki, subhanaka faqina azaban nar. Ey Alloh, o'zing pok, bizni dozoq azobidan saqlaslar. Degan tun nima uchun? Chunki shu qadar tafakkur qilib, o'ylanib, shu natijaga kelgan mu'min shuning jazm qiladiki, Allohning bizga bergan ne'matlarini har qancha qilsak ado qilolmaymiz. Har qancha qilsak ado qilolmaymiz. Unda bo'lgandan keyin Allohning bizga marhamatini tilash, marhamat qilishni tilashdan, dozoqdan saqlashni tilashdan, faqina azaban nar, bizni dozoqdan saqlaslar deb mashta duo qilishdan boshqa amalimiz yo'q. Bizning qildigan ishimiz bu yani. Agar shu dunishga kelib bo'lgan kelsak, agar kela olsak. Undan keyin davomli shu oyat, Robbana innaka man tudkhilin nar faqat akhzaytahu va ma liz-zolimin min ansar.
Yani bu tunuşqa kelgan, bu tefekkürünün şu neticesiga yetib borgan bir mu'minninki keladigan ifodasi bayatqandek Allohdan do'zaxdan saqlashni tilashdan boshqa ey Robbimiz do'zaxga kimni kirgizsalar buni qattiq harqib etgan bo'lurlar. Zalimlarga hech yordamchi yo'q. Bu yerda bir buyuklik, Allohning buyukligini tilga olyapti. Do'zaxning azobini tilga olmadi hamma yerda, lekin xorliqni tilga olyapti. Xorliq Allah'ın aldığındaki xorliq, qiyomatdagi xorliq, do'zaxning azobidan yuqori bir ish. Nimishqa? Chunki biz tunug'an bu qadar kengri ne'matni, biz erishgan bu qadar fazla marhamat turib, Allohni eslamagan va oxirida bu natijaga yetib kelmagan, Allah ko'rsatgan ta'limot bo'yicha yashamagan odamlarning ki qiyomatdagi ahvolidan ortiq rasvolik bo'lmas. U rasvolikning oldida do'zaxning azobidan yuqori darajada o'tmaydi. Do'zaxga kirgizsang, uni xor qilgan, rasvo qilgan bo'ldingda, u yerdagi xorliq do'zaxning azobidan yuqori daraja degandek bir ifoda qanday qilyotdi, chiqyotdi. U vaqtida uning qutulush yo'li yo'qki, va malil zolimina min ansar. Ularga yordam beradigan hech kishi bo'lmaydi. Ondan keyin yana davomli shivatdi. Robbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi robbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Meda muhim bir nuqtaga keldi qarindoshlar. Avval oyatni tarjima qilib olaylik. Ey Robbimiz, bizni bir chaqirg'uvchini angladik. Payg'ambarni demakchi. Bu chaqirg'uvchi iymonga chaqirdi. Robbinglarga iymon aytinglar. Biz iymon aytdik. Robbimiz bizning gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bizning yomonliklarimizni bizdan o'chirib etsalar, bizni yaxshilar bilan vafotlab tursinlar. Endi payg'ambarga ovoz qo'shdik deydi-ya. Mushundan bizga birdigan signal, ya'ni maqsad ifoda nima desanglar. Oldin oyatlarda osmon, zamin haqida tafakkur qilishga buyurdi-ku. İnsan o'zining aqli bilan, ya'ni bir mu'min emas, musulmon emas bir odam haqida gap qilyapman, men bir inson nuqtasidan o'zining aqli bilan atrofga qarab, o'ylanib, tafakkur qilib, ta'ammul qilib, har ishga inchkilik bilan qarab chiqib kelalaydigan natija qaysi desanglar, o'zining aql doirasida bo'ladi. Ya'ni bu osmon zamin bekorga yaratilmoqlik. Çokum bunun bir nimesi var, yaratquchisi var. Bika bu kadar güzel, bu kadar mükemmel bir sistem hayatta barpa bo'lib qolmaydi. Bunun bir barpa qiluvchisi var. Men bika bu şekilde yaratilib qolmayman. Mening bir yaratquchim bor, degan yag'ish kelaydi. Onun ovqatga o'tolmaydi. Ya'ni bu osmon zaminni yaratgan u kuch, seni yaratgan o güç ve asman zamanı bu kadar güzel sistemini, mükemmel sistemini ornatkan o güçün Allah ekanligini bilinmeydi akıl. Akılın itidağa yemiş yavludu. Unda oğandan keyin, endi ma akıl çekiga yetti ya bizning aklimiz. İnsanni onun keynidagi noqtaga yetaklab mangadigan bir payg'ambar kerak. Şoňaşqa biz falsafachilarninki xatoligini nada deymiz desa, falsafachilar masalaning hammasini aqlga topshiradi. Maddelarni atrofdagi bahs qiladi, izlanadi. To'g'ri, izlanish, moddiy narsalardagi izlanish bir natijaga olib boradi, tajribaxonlardan bir natija chiqadi. Buning qonuniyati dunyoda o'xshash. Uni qaysi millat tadqiqot qilsin, qaysi rayonda tadqiqot qilinsin, sharqda g'arbda o'xshash. Moddiy nuqtasidan hayotdagi moddiy izlanishlar, moddiy fanlardagi izlanish agar o'xshash bilim saviya, o'xshash modda, o'xshash tirishchanlik bilan ibrilsa, sharqdan chiqqan natijalar, g'arbdan chiqqan natija o'xshash. Bu degan tajribaning mahsuli. Ammo falsafalar qanday qilsanglar, shu moddaning keynidagi g'aybni izlaydi, moddaga tayinib turib. Mavxataliqi. Moddani tajribaxonga akirib turib, har natijani chiqara oladi. To'g'ri natija chiqaradi yerdan. Chunki haqiqiy saqlangan tajriba qilsa, natijadanki natija to'g'ri chiqadi. U yerga yetib bora oladi. Ammo uning keynidagi bularga metafizika qismiga modda orqali yetimiz desa, taxmin aniq desam, g'ayb qismiga modda orqali yetimiz desa, ashada xatolashadi. Uning engi o'tolmaydi ular. Engi o'tolmaydi. Andogan degan uning engi o'tash uchun kim kerak insonga, nima kerak insonga? İnsanni boshlab mangadigan bir yetakchi kerak, payg'ambar kerak. Kitob kerak.
İnsan oynayıp bayat degandek tecrübe qilib izlenip ko'zi ko'rganligi narsa haqida o'ylanib, oxiri bir natijaga boradi. U o'simi bayat deganimdek nima bir kuch bor ekan. O'zligidan yoritilib qolmabdi. Deydigan kelamdi. Mishaga kelgan vaqtida. Oddiy misollar bilan tushuntiriladi-ku bu. Bir mo'ridin isdan chiqqani, o'tning kuyayotganligi, uning o'tni yoqquchining borligi, bir mashinaning manganligi, ichida shofirning borligi, bir iz mang'uchining borligini ifoda. Bu o'xshash atrofda bo'layotgan ahvollar, yurishayotgan sistem, bu dunyo tartibi, insonning yaratilish, yashash jarayoniga qarab bir yaratquchining borligiga yetib bora olamiz. Ammo inson tabiati mishag'ich kelalaydi, aqli mishag'ich kelalaydi. Buning bu tarafiga, uni uqat qotmoqchi bo'lsa, uni net bir ma'lumotga erishtirish uchun bir bizni yetaklik qilish kerak. U o'smi nima payg'ambar. Payg'ambar kelib, meni ma osmon zamin yaratgan zot avatda. Bu osmon zamin yaratgan zotning ismi Alloh desa, agar haqiqiy insonlarda insof bo'lsa, izdinish bo'lsa, darhol buningga ha deyish kerak. Chunki uning uqat tarafini inson aqli yetamadi. Shunga bu haqiqiy tafakkurga loyiq, aqli ochiq, qalbi sog'lom kishilar mushaga kelgan vaqtida payg'ambar uningga bu dunyoninki o'tmishi, yaratilish boshlanish nuqtasi, insonning o'tmishi, dunyoning sistemasi va dunyoning kelgusi, insonning o'limi, o'lgandan keyingi ahvollar haqida bir ma'lumot berganida, bu yerda Alloh deb bir zot va o'lgandan keyin jannat, do'zax va qiyomat va asli yaratilishning ilgarining ahvoli manda inson Odam alayhisolamdan kelgan degan nuqtalar oydinlashtirilgan vaqtida, endi aytib vaqtida mu'min yoki qalbi sog'lom insonlar nima deyish kerak? Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi robbikum fa amanna deyish kerak. Bizni sana ibodat qilishga, sana iymon etishga chaqiradigan bir payg'ambardan angladik, iymon etdik deyish kerak. Robbana innaka man tudkhilun nar faqat akhdaytahu wa ma lil-zalimin min ansar. Endi biz yana shu aqlli insonlar haqida gapiryapmiz. Aqlli inson yoki insofli inson, haqiqiy kallasi ishlaydigan odam o'zining yaxshiligini, alohidligini emas, o'tkazib qo'ygan xatoligini avval o'ylaydi. Bu nuqtadan Allohning oldiga kelgan vaqtda xatoliklarni kechirishni so'raydi-ki, innaka man tudkhilun nar faqat akhdaytahu. Ya'ni meni do'zaxdan saqla degan ifoda bu. Do'zaxga kirgizsang bu yomon xorliq, bizni u xorliqqa mubtalo qilma. Oyatning davomiga kelaylik, biz ashta bir payg'ambarni angladik. Bir chaqiruvchini angladik. Robbinglarga iymon etinglar chaqirdi, biz iymon etdik deb bo'lgandan keyin hamda deganimizdek insonning kallasiga o'tkazgan xatoliklari, sal qarashlari keladi-da, qana qiladi? O'zining kechirimini so'raydi. Bayatni o'qigan oyatimizga ilgirki oyatga o'xshash va oyatning davomidagi Robbana faghfir lana zunubana va kaffir anna sayyiatina. Ey Alloh, bizning gunohlarimizni mag'firat qilslar, yomonliklarimizni uytuvaslar deb. Nishada diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Gunohlarimizni kechirim qilslar, yomonliklarimizni uytuvaslar. Ya'ni kafarat vasl degan gap va kaffir degan gap hozir tushuntiramiz sizlarga. Bu yerda ikki narsa chiqdi. Birisi gunoh, yana birisi yomonlik. Arabchada ayiradi buni. Zam sayyi'a. Gunohlarimizni kechirsizlar dedi. Yomonliklarimizga kafarat. Asli kafarat degan nima bo'lsa, bir narsaning o'rniga biriladigan yana bir narsa. Xuddi qasmini buzgan odam kafarat uradi-ya. Andos bu yerdagi farq nima bu ishga o'tirdi desa, gunoh degan banda bilan Allohning o'tirdi bo'ladigan ish. Sen kimsan Allohga nisbatan? Allah uni xolis kechirdi uni. Shunga bu yerda kechirim ifodasi bor. Bunga nisbatan Allohdan nima tilaymiz? Kechirim tilaymiz. Ammo sayyi'a degan nima? Yomonlik deb tarjima qildim buni. Sayyi'a degan nima desa, Allohningki bandalar o'tirisida o'rnatgan haq huquqiga qarshilik qilish. Ya'ni bandalar orasidagi yomonliklar bo'ladi. Bandalarga qarata o'tkazgan jinoyat bo'ladi. Bu qana qilish kerak? Kechirim bilan ish bitmaydi. Buni o'rni to'liqlaydigan bir narsa bo'lish kerak. Shu buningga kafarat ifodasi qo'llanilgan. Kafarat ifodasi. Buni tushuntirish uchun Rasulullohning bir hadisi bor qarindoshlar. Bu hadis orqali tushunaylik biz. Anas radhiyallohu anhudan kelgan hadis deydi, bir vaqt Rasululloh o'tirib o'tibdi. Biz Rasulullohning kulib mana tishlari ko'rangudek
külgünü gördük. Ömer radıyallahu anh dedi ki, nemiş kılıl ya Resulallah? İki adam deydi Resulullah. Rabbinin aldıda tızılını bottadı. Biri dedi ki, ey Allah, ma adamdan, ma karindişimden menin zulmümünü öppäsle, bana kılgan zulmünü bana öppäsle. Kıyamet günüsü. Ya ki Resulullah'ın tasviri şu şekilde devatıdı. Allah dedi ki, karindişin zulmünü be, yani kılgan zulmünün ki bedelini öte. Dedi ki, ey Rab, menin yaşlılığımın neşnesi kalmadı. Belgülek bir nesem kalmadı. Dedi ki, ilk kişi, ey Rab, menin günahlarımdan öpesini de olsa. Anın bana belgülek yaşlılık kalmasa, menin günahlarımdan onun üstü kalsın. Meşekkege vakti Resulullah yıkılap gitti. Dedi ki, bu büyük bir gün. Bu günde her adam günahlarını alıdığan bir işe ihtiyacı var deydi. Günahlarının kötürülüşüge ihtiyacı var deydi. Allah subhanahu wa ta'ala şu vakitte talep kılgan helaki kişiye dedi ki, üstüge qara. Cennetke qara. Köz anlamda 5'ini götürüp cennetke qara. 5'ini götürüp dedi ki, ya Rab, kümüş şehirlerini, altın kasırlarını, mervayetler bilen zinetlengen tajlarını gördüm. Bu qaysı peygamberinin, qaysı siddiqning bu, qaysı şehitning bu dedi. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, bunun pulusunu, bedelini ödegen adamның. Bunun pulusu, bunun bedeliga kim ega bo'lalaydi? Bunu kim to'layalaydi buni dedi? Sen dedi. Nima bilan to'layalayman? Qirindishingdan apu qilish bilan to'layalaysan. Dedik, ya Rab, men apu qildim ya Rab. Allah dedi ki, qirindishingdan qo'ldan tutib, jannatga uni kirgizgin. O'ylab baqaylik. Bu qissa bizga ajoyib bir narsani berdi. Men bayatning oyatda gunoh bilan sayyi'at tunishtirdim ya. Günah bendenin Allah bilan bo'lgan o'tirdagi jinoyat bo'lsa, sayyi'a bendenin bendelarga o'tirdagi o'tkazgan xatoliklar bo'ladi. Shu vaqt Rasululloh dediki, shu hadisning oxirisida ittaqulloha, Allohdan qo'rqinglar. Oranglarni isloh qilinglar. Alloh mu'minlarning orasini qiyomat kunida isloh qiladi. Ya'ni bu hadisda bayon qilingan gunohning kechirilishi. Va kaffir anna sayyi'atna, kaffirninki ma'nosi shu. Kıyamet günüsü Allah subhanahu wa ta'ala biz eskilik kılgan, biz hakkını yapsağan, biz zulüm kıpsağan kişilerini özü razı kılış arkalık bizning günahlarımızdan ötüdü. Yani bizning günahlarımızdan kafaretini Allah bizning ordumuzda o adamga berdi. Biz zulüm kılgan, bizning mazlumimiz, hakkını yavagan kişilerimizge Allah, ama bizde bir nas kalmagandan keyin Allah berip bizni razı kıldırıp bizni keçirdi. Mana bu oyatdagi "Va kaffir anna sayyi'atina" degan oyatning mazmuni mushu bo'lsa kerak. Shunga biz manda bir duo uygunlik qarindoshlar. Allohumma ma kana laka minha faghfirhu li. Ey Allah, sening haqqingni o'tkazib qo'ygan aytini menga mag'firat qilsizlar. Va ma kana li ibadik, sening bandalaring haqqida ötküzüp kalgan cinayetin bo'lib qolsa, uni mendan ko'tagin degani. Ayda mag'firat qilgin demak, ko'tagin degani, sen o bendini qanday qilib, rozi qilib, mening bu gunohimni ko'tarsan degan mazmun bo'ladi. Ya'ni benda Alloh subhanahu va taoladan talab qiladi. O'zi zulm qilib qolgan, haqqini yeb qolgan, boshqalar haqida o'tkazib qolgan xatoliklarini o'zidan ko'tarib o'tishini. Chunki Alloh subhanahu va taolaninki qishidagi ne'matlar, mag'firatlar tügümeydi. Karşı tarafını razı kılıp bizni qana qiladi, kechiradi Allah subhanahu wa ta'ala. Oyatning oxirisida va tawaffana, yani bizning gunohlarimizni mag'firat qilsa, yomonliklarimizni bizning kafarat qilib ko'tarasizlar deb bo'lgandan keyin bizni abrorlar bilan qana qilsizlar, vafot toptirsizlar. Yana bizning oxirgi hayotimizni go'zal bo'lsin. Hayotimizning 5i go'zal bo'lgandek, o'tirisi go'zal bo'lgandek, oxirgi hayotimizni go'zal bo'lsin. Mana bu abror ulul elbablarninki, Allah'nınki mülki, Allah'ның delil paketleri, asman, zemin, özünün yaratılışı, kechi gündüzün alınışı hakkında. Yani etrafga qarab turib, tefekkür qilib, Allah degan tunuşqa kelgan ve Allah'tan mag'firat talab qilgan kishilarninki qiladigan duolari. Undan keyin 194-oyat yana duoning oxirisi bor. Rabbana va atina ma wa'adtana ala rusulik va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yani
Peygamberlerin tili bilen va'da qilgan ishlarni bizga basla, bizni qiyomat kuni rasvo qilmasla, o'zri va'daga xiloflik qilmaylar bilan bugungi darsimiz oxirlashidi. 194-oyatda vaqt munosabati bilan inshaalloh oyatning davomini kelasi soatlik darsimizda o'qiymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.